Instagramda portlayotgan Black Panda modelini Farg'onaga olib kelib o'rnatib berdik. Nima edi degan savolga videoda oxiriga doir ko'rsanglar javob olasizlar. Qani ketdik. Подсветка. Полный vakuumli fundatura. Atroflari oyna bilan ishlangan. Spalniy. Bu yoqlari bir xil material, toza material ishlatilgan. Shkaflari. Sofasiga e'tibor bersizlar, pufik joylashuviga. Miyakka ishlangan bir xilda. Qishki yozgiga juda qulay. Har bitta g'aladonning ichiga material qoplangan. Spalniga o'zi tagida ham poni podsetkasi bor, aylantirilgan. Bu yergacha to'kdan muammo bo'lib ishlata olmadik, lekin poni yonadi xudo xolisa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar.